pensiya oluvchilar, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Agar avgust oyida kerakli hujjatni vaqtida topshirmasangiz, pensiyangiz bo'yicha qayta hisoblash, qo'shimcha to'lov yoki indeksatsiya kechikishi. Ayrim holatlarda esa umuman qo'llanmasligi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Amaliyotda ko'p uchraydigan xatoni oldindan tushuntiryapman. Ayniqsa ishlayotgan pensionerlar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotganlar, nogironlik pensiyasi bo'yicha hujjati muddati tugayotganlar, o'qiyotgan farzandi orqali pensiya olayotgan oilalar va yashash joyi yoki ish holati o'zgargan fuqarolar bu masalani albatta tekshirishi kerak. Hozir shu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga qaysi hujjat haqida gap ketayotganini, kimlar xavf ostida ekanini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini, qayerga borish va nima deb ariza yozish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar pulingizni, vaqtingizni va asabingizni saqlab qoladi. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar pensiya avtomatik oshadi. Davlat indeksatsiya qiladi. Demak, men hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylardi. Haqiqatan ham umumiy pensiya miqdorlarini oshirish bo'yicha qaror chiqqanda pensiya jamg'armasi bazadagi ma'lumotlarga qarab ko'p holatlarda to'lovni o'zi qayta hisoblaydi. Masalan, eng kam pensiya miqdori oshsa yoki bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq ayrim to'lovlar o'zgarsa, tizimda to'g'ri ma'lumot bo'lsa, pensioner har safar borib ariza yozishi shart emas. Lekin mana shu joyda eng katta muammo bor. Tizimdagi ma'lumot to'liq yangilangan va tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar sizning maqomingiz, ish joyingiz, nogironlik muddati, qaramog'ingizdagi shaxs, o'qiyotgan farzandingiz, ish stajingiz yoki daromadingiz haqidagi ma'lumot eskirgan bo'lsa, indeksatsiya yoki qayta hisoblash noto'g'ri chiqishi mumkin. Ayrim holatda to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Ayrim holatda qo'shimcha pul keyinroq beriladi. Lekin siz hujjat topshirgan kundan boshlab hisoblanadi. Eng og'ir holatda esa odam bir necha oy davomida o'ziga tegishli pulni olmay yuradi. Nima o'zgardi? Hozir davlat idoralari ko'proq elektron bazalar orqali ishlayapti. Bu yaxshi, chunki ko'p ma'lumot avtomatik tekshiriladi. Lekin elektron baza har doim ham sizning haqiqiy holatingizni to'liq ko'rsatmaydi. Masalan, pensioner ishlayaptimi yoki ishdan chiqdimi? Nogironlik guruhi uzaytirildimi? Talaba farzand o'qishni davom ettiryaptimi? Chet elga uzoq muddatga ketdimi? Yashash manzili o'zgardimi? Bularning barchasi vaqtida ko'rilmasligi mumkin. Shuning uchun avgust oyida topshiriladigan yoki yangilanadigan hujjat masalasi juda muhim bo'lib qoladi. Men bu yerda bitta aniq fikrni aytaman. Pensiya masalasida menga hech kim aytmadi degan gap ko'p hollarda pulni qaytarib bermaydi. Siz o'zingizning pensiya ishingizda qanday hujjatlar borligini, qaysi biri muddati tugashini, qaysi ma'lumot yangilanishi kerakligini tekshirishingiz kerak. Ayniqsa avgust oyida yangi o'quv yili boshlanishidan oldin va ko'plab tashkilotlarda ma'lumotlar yangilanadigan davrda bu masala juda dolzarb. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Agar pensiya farzand nomidan olinayotgan bo'lsa va farzand 17 yoshdan oshgan bo'lsa, u kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Mana shu hujjat topshirilmasa, bola hali ham o'qiyapti degan taxmin bilan pul avtomatik davom etavermaydi. Tizim uchun fakt kerak. U talaba kunduzgi bo'limda o'qiydi. O'qish muddati davom etmoqda. Masalan, Gulbahor opa erdan ayrilgan, 2 farzandi bor. Katta o'g'li 19 yoshda kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan foydalanadi. Agar avgust oyida o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli xizmat markaziga topshirmasa, sentyabr-oktyabr oylarida to'lovda muammo chiqishi mumkin. Chunki tizim bolaning o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlamaydi. Natijada oila bir oydan masalan 700 ming so'm yoki 20 million so'm qo'shimcha to'lovdan vaqtincha mahrum bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham maktabda qorovul, bog'chada hamshira, korxonada hisobchi, bozorda shartnoma asosida sotuvchi yoki xususiy firmada mutaxassis bo'lib ishlaydi. Ishlagan davrda qo'shimcha staj va atar va ayrim hollarda ish haqi hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun ish joyi, mehnat shartnomasi, elektron mehnat daftarchasidagi yozuvlar, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri aks etishi kerak.
Agar pensioner men ishlayapman, baribir hammasi ko'rinadi deb yuraversa, keyingi qayta hisoblashda ayrim oylar tushib qolishi mumkin. Masalan, Abdulla aka 2022 yilda pensiyaga chiqqan, lekin 2023 va 2024 yillarda yana 2 yil ishlagan. U oyga 2 million 5 ming so'm ish haqi olgan. Agar bu ish davri rasmiy bo'lsa va badallar to'g'ri aks etgan bo'lsa, keyinchalik pensiya qayta ko'rib chiqilganda unga foyda berishi mumkin. Ammo ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri kiritgan. Lavozim yoki davr bazada ko'rinmay qolgan bo'lsa, Abdulla aka 2 yil ishladim degani bilan hisobga olish qiyinlashadi. Shuning uchun avgustda hujjatlarni tekshirtirib qo'yish kelajakdagi indeksatsiya va qayta hisoblash uchun muhim. 3-toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa ko'pincha tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasiga bog'liq bo'ladi. Agar xulosada muddat ko'rsatilgan bo'lsa, u muddat tugagach yangi xulosa bo'lmasa, to'lov to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'p xato qiladi. Mening holatim o'zgarmagan, demak pensiya davom etadi deb o'ylaydi. Lekin davlat idorasi tibbiy xulosasiz qaror qila olmaydi. Masalan, Dilshod aka 2-guruh nogironlik pensiyasi oladi. Uning ekspertiza xulosasi 31 avgustgacha amal qiladi. Agar u avgust oyida qayta ko'rikdan o'tmasa yoki hujjatni vaqtida topshirmasa, sentyabrdagi pensiya kechikishi mumkin. Keyin u yugurib yuradi. Poliklinika, komissiya, jamg'arma, bank. Bu jarayon 10 kun emas. Ba'zida bir oy ham cho'ziladi. Agar pensiya uning asosiy daromadi bo'lsa, bu juda og'ir holat. Shuning uchun muddatli hujjat bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmaslik kerak. 4-toifa. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs bo'lgan pensionerlar. Ayrim pensiya hisob-kitoblarda qaramog'idagi shaxslar, voyaga yetmagan farzandlar yoki alohida ijtimoiy holatlar inobatga olinadi. Bunday vaziyatda tug'ilganlik guvoh nomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, o'qish joyidan hujjat yoki yashash manzili bo'yicha tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Agar qaramog'idagi shaxs voyaga yetgan bo'lsa, o'qishni tugatgan bo'lsa yoki ishlay boshlagan bo'lsa, bu ham pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. 5-toifa. Manzili, familiyasi, bank kartasi yoki pasport ma'lumoti o'zgargan pensionerlar. Ba'zi odam pensiyam kartaga tushyapti, demak hammasi joyida deb yuradi. Lekin pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, yashash joyi boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, pensiya ishida nomuvofiqlik paydo bo'ladi. Bugun pul tushib turgani ertaga ham muammo bo'lmaydi degani emas. Ayniqsa qayta hisoblash, indeksatsiya yoki tekshiruv vaqtida ma'lumotlar mos kelmasa, tizim to'lovni qo'lda tekshirishga chiqarishi mumkin. Endi kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini ham aytaman. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ishlamayotgan bo'lsangiz, qaramog'ingiz bo'yicha qo'shimcha holat bo'lmasa, nogironlik hujjatingiz muddatsiz bo'lsa, pasport va bank ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya ishingizda hamma ma'lumot to'g'ri bo'lsa, odatda umumiy indeksatsiya avtomatik qo'llanadi. Ya'ni har bir pensioner har oy yangi ariza yozish kerak emas. Lekin men baribir yilda kamida bir marta pensiya ishingizni tekshirtirishni maslahat beraman. Bu juda oddiy narsa. Siz borib mening pensiyam bo'yicha ma'lumotlar to'liqmi? Qo'shimcha hujjat kerak emasmi? Qayta hisoblashga asos bormi deb so'raysiz. Ba'zan mutaxassis bir qarashda aytadi, sizda muammo yo'q. Ba'zan esa kichik kamchilik chiqadi. Masalan, eski pasport seriyasi qolgan, mehnat davrining bitta oyi ko'rinmayapti, o'qish ma'lumotnomasi yangilanmagan, bank rekviziti o'zgargan. Shu kichik kamchilik keyin katta muammoga aylanmasligi uchun oldindan tekshirish kerak. Endi istisnolar, yashirin nozik joylar va odamlar ko'p tushunmaydigan holatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik masala. Hujjat topshirilgan sana. Ko'pchilik hujjatni olgan kun bilan topshirgan kunni aralashtiradi. Masalan, siz universitetdan ma'lumotnomani 20 avgustda oldingiz, lekin pensiya jamg'armasiga 10 sentyabrda topshirdingiz. Idora uchun muhim sana ko'pincha hujjat qachon topshirilgani va ro'yxatdan o'tkazilgani bo'ladi. Shuning uchun qo'lingizda hujjat turishi yetarli emas. Uni tegishli joyga topshirib qabul qilinganini tasdiqlatish kerak. Ikkinchi nozik masala, ma'lumotnomaning mazmuni. Oddiy, falonchi o'qiydi degan qog'oz har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Unda talabaning FEShi tug'ilgan sanasi, ta'lim shakli kursi, o'qish muddati, muassasa nomi, sana, mas'ul shaxs imzosi yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Ayniqsa kunduzgi ta'lim ekanini ko'rsatish muhim, chunki sirtqi
kechki yoki masofaviy o'qish ayrim to'lovlar bo'yicha boshqa tartibda baholanishi mumkin. Men har doim ma'lumotnoma olayotganda pensiya jamg'armasiga topshirish uchun kunduzgi ta'lim shakli ko'rsatilgan bo'lsin deb aniq aytish maslahat beraman. Uchinchi nozik masala. Chet elda o'qish yoki chet elda yashash. Agar farzand xorijdagi universitetda o'qiyotgan bo'lsa, hujjatni tarjima qilish, legalizatsiya yoki apostil masalasi chiqishi mumkin. Hamma hujjat ham darrov qabul qilinavermaydi. Masalan, Turkiya, Rossiya, Qozog'iston yoki Koreyada o'qiyotgan talaba uchun o'qish joyidan olingan ma'lumotnoma O'zbekistondagi idora talablariga mos bo'lishi kerak. Tarjima notarial tasdiqlangan bo'lishi talab qilinishi mumkin. Bu ishlarni avgustning oxirgi haftasiga qoldirsangiz, ulgurmasligingiz mumkin. 4-nozik masala, ishlayotgan pensionerning norasmiy ishi. Agar siz naqd pulga shartnomasi ishlagan bo'lsangiz, keyinchalik men ishlab yurdim, pensiyamni oshiring deyish qiyin. Pensiya hisob kitobida odatda rasmiy hujjat va bazadagi ma'lumot muhim. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, ish haqi bo'yicha badallar aks etmagan bo'lsa, bu davrni isbotlash muammoga aylanadi. Shuning uchun pensioner ishlayotgan bo'lsa ham mehnat shartnomasi, buyruq, ish haqi ma'lumotlari va elektron mehnat daftarchasidagi yozuvni tekshirish kerak. 5-nozik masala, ortiqcha to'lov xavfi. Ba'zan hujjat topshirilmagani uchun pul to'xtamaydi, aksincha eski ma'lumot bo'yicha to'lanishda davom etadi. Keyin tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, odam aslida bu qo'shimcha pulni olish huquqini yo'qotgan. Masalan, talaba o'qishni tashlagan, lekin oila buni xabar qilmagan, yoki qaramog'idagi shaxs ishlay boshlagan, lekin ma'lumot yangilanmagan. Bunday holatda idora ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu ham pensioner uchun og'ir, chunki bir necha oyda yig'ilgan qarz katta summa bo'lib qoladi. 6-nozik masala, telefon orqali aytdim degan gap. Pensiya masalasida og'zaki murojaat ko'pincha yetarli emas. Siz telefon qildingiz, kimdir mayli, olib keling dedi, lekin hujjat topshirilmadi. Keyin nizo bo'lsa, sizda isbot bo'lmaydi. Shuning uchun men har doim yozma ariza, ro'yxatdan o'tgan murojaat, qabul qilingan hujjat nusxasi yoki elektron murojaat raqamini saqlashni maslahat beraman. Bu sizning himoyangiz. 7-nozik masala, bank kartasi va pensiya jamg'armasi alohida masala. Ba'zan pensioner bankka boradi, karta ochadi yoki kartani almashtiradi, keyin hammasi bo'ldi deb o'ylaydi. Bank kartani beradi, lekin pensiya ishidagi rekvizit yangilanishi kerak bo'lsa, uni ham tekshirish zarur. Ayniqsa karta muddati tugagan, bank o'zgargan. Karta egasining ma'lumoti pasport bilan mos kelmay qolgan holatlarda to'lov qaytishi mumkin. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifadagi pensioner ekanligingizni aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ishlayotgan pensionermisiz, qaramog'ingizda kimdir bormi, o'qiyotgan farzand orqali to'lov olyapsizmi? Har bir holat uchun hujjat talabi boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimdan so'radim, unga kerak emas ekan degan xulosa sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar yoningizda bo'lsin, agar familiya o'zgargan bo'lsa. Nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar vakil orqali borilsa, ishonchnoma masalasini oldindan aniqlang. 3-qadam, agar farzand o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Unda aynan kunduzgi ta'lim shakli, kurs o'qish muddati va sana ko'rsatilgan bo'lsin. Ma'lumotnomani olganingizdan keyin uni uyda saqlab qo'ymang, darhol tegishli idoraga topshiring. Topshirganingizda qabul qilingan sana va murojaat raqamini bilib oling. Agar elektron topshirish imkoni bo'lsa, yuborgan tasdiqlovchi xabarni saqlang. 4-qadam, nogironlik bo'yicha hujjatingiz muddatini tekshiring. Xulosangiz muddatsizmi yoki ma'lum sanagachami? Agar avgustda yoki sentyabr boshida tugasa, komissiyaga kechikmang. Tibbiy hujjatlar poliklinika yo'llanmasi, avvalgi xulosalar, davolanganlik haqidagi ma'lumotlar tayyor bo'lsin. Bu jarayon bir kunda bitmasligi mumkin. Shuning uchun 30 avgust kuni boraman demang. Kamida bir necha hafta oldin harakatni boshlang. 5-qadam, ishlayotgan bo'lsangiz, ish joyingizdan ma'lumotlarni tekshirtiring. Elektron mehnat daftarchangizda ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar to'g'rimi?
ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi? İş beruvchi siz bo'yicha hisobotlarni topshirganmi? Buni ish beruvchining kadrlar bo'limi, buxgalteriyasi yoki tegishli elektron tizimlar orqali aniqlash mumkin. Agar xatolik bo'lsa, keyin pensiya qayta hisobida bahslashmaslik uchun hozir tuzattiring. 6-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Men odatda bunday mazmunda ariza yozishni maslahat beraman. Mening pensiya ishim bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib berishingizni. Pensiyamni qayta hisoblash yoki indeksatsiya qilish uchun qo'shimcha hujjat talab etilsa, yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Bu juda muhim jumla, chunki siz shunchaki og'zaki maslahat so'ramayapsiz. Pensiya ishingiz holatini aniqlashni so'rayapsiz. 7-qadam. Har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa saqlang. Ma'lumotnoma, ariza, qabul qilinganligi haqidagi kvitansiya, SMS, elektron murojaat raqami. Hammasini alohida papkaga joylang. Men pensionerlarga oddiy daftar tutishni ham maslahat beraman. Daftarga qaysi kuni qayerga borganingizni, kim bilan gaplashganingizni, qaysi hujjatni topshirganingizni yozib boring. Keyin muammo chiqsa, sizda tartibli ma'lumot bo'ladi. 8-qadam. Pensiya tushgan summani har oy tekshiring. Ko'p odam kartaga pul tushsa bo'ldi, miqdoriga e'tibor bermaydi. Lekin indeksatsiya bo'lgan oyda, qayta hisoblash kutilayotgan oyda yoki hujjat topshirganingizdan keyin summa o'zgarganmi, kamayganmi, oshganmi tekshirish kerak. Masalan, oldin 20 million 200 ming so'm olgan bo'lsangiz, indeksatsiyadan keyin 20 million 320 ming bo'lishi kerak deb aytilgan bo'lsa, lekin sizga eski summa tushsa, darhol so'rang. 3-4 oy kutib yurish masalani murakkablashtiradi. 9-qadam. Qarindoshlaringizga ham ayting. Ko'pincha pensionerning o'zi idoraga borishga qiynaladi. Hujjatni tushunmaydi yoki navbatda turishga sog'lig'i to'g'ri kelmaydi. Farzandlar, nabiralar, yaqinlar yordam berishi kerak. Ayniqsa qishloq joylarda yoki internetdan foydalanmaydigan keksalar bu ma'lumotdan bexabar qoladi. Bitta hujjat topshirilmagani uchun bir oilaning daromadi kamayib qolishi mumkin. Shuning uchun bu videoni ularga ham yuboring. Endi vaziyatni yanada aniqroq tasavvur qilish uchun bir nechta misol keltiraman. Birinchi misol, Malika opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Qizi 18 yoshga to'lgan va universitetga kirgan. Oila sentyabrda o'qish boshlangach, ma'lumotnoma olamiz deb kutadi. Lekin pensiya ishi bo'yicha avgustda tasdiq kerak bo'lgan. Natijada sentyabr oyida to'lov kamayadi. Keyin ular ma'lumotnoma topshiradi. Qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bu vaqt ichida uy xarajatlari, dori-darmon, kontrakt to'lovi bosim qiladi. Agar ular avgustda hujjatni tayyorlaganida muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol, Karim aka pensiyada, lekin maktabda qorovul bo'lib ishlaydi. U mening ish haqim oz pensiya.